shunaqa issiq qaynoq kunda sizlar bilan ichkarisi muzdagina bo'lib turgan John Tower birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Mehmonxonamizga kelsanglar, sizlardan talab qilinadigan narsa faqatgina pasport yoki haydovchilik guvohnomasi. Okajonim, bu mehmonxonamizni nimaga sizlarga qayta ko'rsatishim sababini bilasizlarmi? Chunki Yunusoboddagi o'zimga ham eng yaxshi ko'rgan mehmonxona mana shu bo'ladi. Bu sizlarga prosta reklama deb o'ylamanglar. O'zimga yoqqani uchun keyin sizlarga prosta shunchaki chiroyli taklif bildiryapman. Aka, bilaman, siz ham ko'chada issiqlarda yuraverib charchab ketgansiz. Sizga mana shunaqa toza, odobi joyi, даже konditsionerlarni yoqib, muzdagina qilib qo'yganman. Kelib, dam olishga joymi aka? Mashxonamizning narxi 350 ming so'm. Hamma xonalar o'zini konditsioneri deysizlarmi, televizori deysizlarmi, hamma sharoitlarga ega. Top-toza sochuvlar, top-toza pastellarni ham обязательно sizlar uchun. Qaytgancha Yunusobodlik milliarder akalar uchun xonalar narxi qimmat qilmasa kerak. Xonalarimizning narxi 350 ming so'mdan 450 ming so'mgacha. Lokatsiyamizni sizlarga tushuntirib o'taman. Shunda 5 qozondan kirishda Malika ko'chasiga kirganingizda Iftixor 82 desanglar chiqadi. Agar mabodo adres tushunmay qolsanglar, mana shu nomerlarga yozsanglar, o'zimizda sizlarga lokatsiya tashlab beramiz.